Xayrli kun dasturi davom etadi, qadrli muxlislar. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hayot faqat oq ranglardan iborat deb o'ylaguvchilar adashadi. Uning qora taraflari ham bor, lekin hayot faqat qoraliklardan iborat desangiz yana adashasiz. Bunda hayotni faqat yaxshi yoki yomonga ajratishga o'rganib qolamiz. Hayotni rang-barang qabul qilsakkina baxtimiz qayerda ekanligini ko'proq anglaymiz azizlar. Bugun ana shu tamoyillarni hayotining asosiy mazmuniga aylantirganlar bor va siz bu soha vakillarini yaxshi taniysiz. Xayrli kunda suhbatlarimiz davom etadi. Sizlar bilan bugun aynan ranglar olami va ana shu ranglar olamidan o'zining muvaffaqiyat yo'lini yaratgan aziz bir hamkorimiz bilan suhbatni amalga oshiramiz. Dasturimizda mehmon bor. O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limi raisining o'rinbosari, Farg'ona shahridagi 1-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi bo'lim boshlig'i, taniqli musavvir Malikaxon Boltayeva ko'rsatuvimizning aziz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum madamjon. Xush kelibsiz Malika opa. O'tgan Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan yana bir bor tabriklaymiz. Bayram shukuhi kezib yuribdi. O'ylaymizki, siz ham bayram kayfiyati tark etgani yo'q. Albatta tark etgani yo'q. Salomat bo'ling. Malika opa, endi hayotda oddiy odamlar kamalakning 7 rangi bor deb biladi. Lekin shu oddiy insonlar ko'rmaydigan, faqat rassom ilg'aydigan tasavvurlar, ranglar bormi o'zi hayotda? Albatta bu ranglar bor. Oddiy insonlar his qila olmaymiz, lekin rassomlar shuni his qilib, ko'rib, mana shunday san'at asarlarida shu ranglarni ifoda eta biladi. Bugun avvalo sizga yana alohida rahmat aytishimiz kerak. Studiyamizni mana shunday go'zal asarlar bilan boyitib, ochig'i mana haqiqiy bir musavvir xonasiga kirib qolgandek bo'lyapman o'zim. Endi Malika opa, mana bahor, qolaversa mana ayollarni e'zozlayapmiz. O'zi e'tibor bersam, sizni ijodingizda ayol va qizlar bilan bog'liq ijod namunalari ko'proq. Albatta. Nima uchun? Albatta, hammada ilhom har xil bo'lganligi sababli menda ilhom asosan ayollar va gulga qaratilgan. Bahor fasli ayniqsa gullar ochilib, tabiat chiroyli bo'lgani, qishdan keyin shu faslda sovuqligidan issiq havoga o'tganligimiz sababli men qandaydir bahordan, gullardan ilhomlana olaman. Shu sababli ham hamma asarlarimda gullar va ayollarni tasvirlaganman. Ko'rgan bo'lsangiz, adras matosidan o'zidan foydalangan holda ayollarni ifoda etganman. Asosan kelinlar, ko'rgan bo'lsangiz, ko'zlari yumuq holda uyalchang ifodalanganman. Ayolning qiyofasi va ziraklari, ustidagi liboslari asosan o'sha adras matoni o'zida qolgan, faqat yuziga ishlov berganman xolos. Mana adresga chizish bu baribir yangilik, yaratilganiga ko'p bo'lsa ham, va siz aytasizki, demak matoni o'zidayoq o'sha tasvirlarni ko'ra boshlayman deysiz. Buning uchun tajriba kerak bo'lsa kerak katta. Albatta, tajribam anchagina yetarli darajada. Shu tajriba bilan birga o'quvchilarga ham o'rgatish jarayonida ulardan ham men motivatsiya olaman, ya'ni ilhom olaman. O'quvchilarim ham o'zi qaysidir asarda yaratganida menga shu ilhom bag'ishlay oladi. Endi mana qog'ozga surat solgandan ko'ra, demak matoga solish murakkabroq, xohlaymizmi yo'qmi? Va bu san'at uchun qanday ahamiyatga ega? Demak, mana bugun qovoqlarga ishlashyapti suratlar, matoga ishlash ham mana murakkabligi jihatidan. Bu o'zi zarurati bormi buni? Tasavvur qiling, birorta ishxonangizga yoki bo'lmasa o'zingizni xonangizga kirganingizda, shunda chiroyli san'at asari turganida, siz bundan bahra olib, hamma charchog'ingizni unutasiz. Endi bahorda turibmiz. Mana haqiqiy bahor o'zi shu Xalqaro xotin-qizlar kunidan keyin boshlanadi. Malika opa, bahor va musavvir, buni qanday bir bog'lagan bo'lardingiz? O'zi haqiqatdan hamma ijodkorga o'xshab faqat bahor ilhom beradi musavvirga yo 4 faslda o'zi ilhommi? Barcha ijodkorlarda har xil bo'ladi. Chunki ba'zilari bor qishdan ilhom oladi. Ba'zilari yozdan, kuzdan ham ilhom oladiganlari bor. Aslida hamma fasl hamma uchun har xil, lekin men uchun hammasi bir xil. Asosan gullarni sevganim uchun gullardan ilhom olaman. Eng yaxshi asarlar demak bahorda yaratilgan. Bahorda eng yaxshi asarlar bahorda yaratiladi deb hisoblayman. Endi bir ajoyib yo'nalishda bugun ishlayapsiz. Yangi yo'nalish. Men muxlislarimizga yaqinroqdan ko'rsatishni istardim. Bu ham bahor bilan bog'liq, bejizga emas. Azizlar, mana e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Bahorda betakror ramzi qaldirg'ochlar. Malika opa, bir qarasak, bu yerda ranglar uyqashib turgandek tuyuladi, lekin bu yerda yaxshigina bir falsafiy ma'no bor. Va bu nimasi bilan yangilik? Shuni o'zingiz izohlab o'tsangiz.
siz ham ijodkorligingiz uchun bu asarda qandaydir ma'no borligini ko'ra olyapsiz va bu men uchun yangi hisoblanadi. Men yangi o'rgangan, bu yil o'rgangan batik uslubimdagi rasm chizish. Buni oldindan ijod qilib kelgan insonlar ham bor, lekin men uchun bu yangilik. Batikda birinchi o'zini shamida bu matoni tortib olgan holatda ishlov berib chiqiladi. Men qaldirg'ochlarni qirg'og'ini ko'rgan bo'lsangiz, oq qolgan. Shunday. Ana shu o'zini shamida ishlov berilgandan keyin qolgan ranglarda beriladi va bu shamdan narog'iga o'tib ketmasligi uchun mana shu sham berilgan joydan bu yog'iga boshlab ishlasangiz, mana shunday chiroyli san'at asari hisoblanadi va ma'nosiga kiradigan bo'lsak, men 5 ta qaldirg'ochni ifodalaganman. Nima ma'no hayotimizdagi ishlar 5 bo'lsin ma'nosimi? Hayotimizda shunday falsafiy fikr ham bor. 5 ta barmoq bir emas. Ya'ni hayotimizni qora kunlari ham bor, yorug'lik kunlari ham bor. Shuni ifodalamoqchi bo'lganman. Ranglarni ko'rgan bo'lsangiz, yorqin ranglar ham bor. Qora ranglar ham bor. Va bahoriy kayfiyat ulash maqsadida, yangilanish, yosharish maqsadida qaldirg'ochlarni shu 5 ta holatda chizib, shaklini chiroyli qilib chiqarishga harakat qilganman. Haqiqatda bu yerda mana ranglar bir-biriga xalaqit bergani yo'q. Bir qaraganda aralashib ketayotgandek tuyuladi. Lekin mana Malika opa ko'pchilik qora rangdan qochadi, lekin qaldirg'och qora bo'lsa ham baribir kayfiyatni ko'taryapti bu yerda. Demakki, ranglardan faqat yomonlikni izlamaslik kerak. Yo'q, ranglardan hech qachon yomonlikni izlamaslik kerak. Qora rang ham rang. Agar qora rang hayotimizda bo'lmaganida tasavvur qilish qiyin edi. Bu san'at asarini yaratishda menga katta yordam bergan Lyubov Semizorova bo'ladi, ya'ni raisimiz. Ular necha yillardan beri shu yo'nalish bo'yicha ishlab kelmoqdalar. Va bugun Malika opa mana o'zingiz o'rganish barobaringizda, demak bu batik yo'nalish o'quvchilarga ham o'rgatib boryapsiz. Qanday o'zlashtirishyapti? Mana o'zingiz uchun ham yangi yo'nalish, aytganimizdek qog'ozdan ko'ra matoga ishlov berish ancha mehnat talab etadi. Bilasiz, hozirgi yoshlar yangilikka o'ch. Mana shu doirasida men ataylab mana shu batik yo'nalishini o'rgandim va uni o'quvchilarga o'rgatganimda ularda boshqacha taassurot paydo bo'ldi. Qog'ozga chizgandan ko'ra buni ko'proq olib ketishyapti va o'rganib, shuni ustida ishlashyapti. Hattoki liboslariga ham shu matoga ishlov berishdan foydalanishyapti. Endi mana ijodingizda tarixiy mavzularni ham ko'ramiz va bular ham ayol obrazi, Malika opa. O'zi tarixiy siymolarni eslaganda har bitta inson ularni yaxshiroq tasavvur qilgisi keladi, ko'rgingisi keladi-da va bugun aynan musavvirlar mehnati tufayli biz bu insonlarni ko'ramiz. Mana Amir Temurning suratiga qaraganda qanchalik bir qat'iyatli inson bo'lganini tushunib yetamiz. Agar tasvir bo'lmaganda bunday o'ylamasdik. Yoki Chingiz Ahmadovning Nodira begimiga qarab mana Malika Mohlaroyim qanday bo'lganini o'ylaymiz. Siz mana Bibixonimni qiyofasini yaratgansiz. Bu ham yangi asarlaringizdan. Albatta, Bibixonim asarini yaratishda asosan menga yordam bergan mana shu jurnalistlarimizni kitob chiqarish jarayonida men shunga amin bo'ldimki, jurnalistlar va ijodkorlar, ya'ni rassomlar bir-biriga fikran bog'liq, ham ijodlari bog'liq hisoblanadi. Mutolaa ham kerak. Mutolaa albatta. Hozirgi yoshlar mutolaa qilishni yomon ko'radi, lekin men maslahat beraman, mutolaa bu eng yuqori cho'qqiga chiqishingiz uchun birinchi qadam hisoblanadi. Shu mutolaa jarayonimda ko'rdimki, men Amir Temur va Bibixonim haqida o'qigan kitobim bor edi. Shu Bibixonim meni juda ham qiziqtirib qo'ydi va oxirigacha o'qishga harakat qildim. Shu men eng qiziqtirgan joyi Bibixonim ayol kishi bo'lishiga qaramasdan, hattoki o'sha maqbara qurilishini kechasi ham borib, oy nuri ostida aravada borib, uylangan holatda ketayotganligini tasavvur qilib, mana shu asarni yaratishga muvaffaq bo'ldim. Mana aravalarning tasvirini ham ko'ryapmiz. Tarixda Malika opa mana musavvirlar o'tgan. Endi eng biz bilganimiz demak Kamoliddin Behzoddan boshlab, undan keyin ham o'zi tarixda ayol musavvirlar ham bo'lganmi? Yoki ularning nomi tarixda qolmaganmi? O'ylashimcha, musavvirlar olamida ayollar ham juda ozchilikni tashkil etadi. Albatta, ayollar bilasiz, ijod qilishdan ko'ra oilani tanlashadi. Shunday. Oila birinchi o'rinda hisoblanadi. Bibixonim ham qo'lidan ko'p ish kelgan, lekin u Amir Temurning orqasida turishni ma'qul ko'rgan. Buni demak zaiflik deb qabul qilmaslik kerak. Yo'q, zaiflik emas, lekin ko'p musavvir ayollarimiz ham bo'lgan. Ularning asarlari ham tarixda qolgan, kitoblar chop ettirilgan. Lekin
erkaklarchalik mashhurlikka erishish ayollar uchun qiyinroq. Mana shu ma'noda mana fikrimiz davomi dunyodagi eng mashhur san'at asari ham ayol bilan bog'liq. Bu demak shu Joconda Mona Lisa tasviri Leonardo da Vinchini. Endi suratga qarab albatta uni muallifi erkak. Shu ma'noda Malika opa savol bo'ladiki, ayolni qiyofasini yaratish uchun, ayolni qalbini tushunish ayolga osonroqmi, erkak uchunmi? Menimcha bu fikringizda erkak ayol kishining go'zalligini chin dildan his qila oladi Yaxshiroq tushunadi demak. yaxshiroq tushuna oladi deb o'ylayman. Aha. Mana o'zingiz ayollar tasvirini yaratyapsiz. Qolaversa, san'atkorlar oilasida turmush o'rtog'ingizga ham menimcha bu shu birinchi baholovchisi ular. Ularga ham bir kamchiliklarni aytib turadilarmi? Albatta san'at Asarlar. asarini yaratayotganimda men o'zim xo'jayinim Boltayev G'iyosjon ko'pincha aytadilar, mana shu joyingizda xato ketyapti. Shu rangni qo'shib yuborsangiz, mendan ko'ra kuchliroqliklarini bilaman. Aha. His qila olaman. Ranglarda ko'proq ishlaganlar, 5-sinfliklardan beri shu ranglar bilan bog'liq ularni hayoti. Aha. Shuni hisobga olgan holda ularni gaplarini inobatga olib o'zgartiraman. Tanqiddan bir cho'chimaysizmi? Mana Tanqid menimcha- ijoddan sizni susaytirib qo'ymaydimi? Yo'q, tanqid menimcha yuksalishga olib keladi. Aha. Va bugun endi ustoz sifatida o'quvchilaringizga o'zingiz ham menimcha shu talabchalikni qo'llaysiz. Albatta. Bugun shu o'quvchilaringiz nima yo'nalishlarda? Mana qizlardan ham shogirdlaringiz ko'p, ularning ko'pi haqida mana maqolalar tayyorlaganda fikrlashganmiz. Ularda ota-onalarning fikri qanday? O'zi musavvirlik yosh ijodkorlar uchun qanchalik muhimda? Tasviriy san'atga qiziqishi menimcha o'g'il bolalarda susayib qolyapti, qizlarda ko'payib ketyapti. Aha. Libos dizayniga ko'proq qiziqishyapti. Aha. Landshaft dizayni ham hozirgi qizlarni ham e'tiborini jalb qilgan. Erkaklardan ko'ra ayollar ham mana shu landshaft dizaynini kuchliroq o'rganishga harakat qilishyapti va ota-onalari bu sohaga berayotganda ham o'zlariga tushuntiraman. Sizni farzandingiz agar shu sohada ketmagan taqdirda ham uni qo'llab-quvvatlang, chunki u xohishi bo'lyapti. Tasviriy san'atga xohishi bo'lyapti, uni estetikasi rivojlanishi uchun, dunyoqarashi o'sishi uchun mana shu sohaga berish shart. Koreyalik insonlar har bittasi farzandini tasviriy san'at sohasiga yo'naltirishadi. Chunki bank sohasida bo'ladimi, boshqa sohada ishlashadimi, uni estetik qarashi, madaniyati o'sishi uchun shu sohani o'rgansin deyishadi. Shunday mana ham ruhiy tinchlanish uchun kerak va aytganingizdek Yaponiyada ham shunday ma'lumot borki, maktablarda rassomlik darsi uchun 4 soat vaqt ajratiladi. Bizda ham balki shunaqa mashg'ulotlarni ko'paytirish kerakdir. Siz aytganingizdek hamma rassom bo'lishi shart emas, lekin shu aqliy rivojlanishi uchun san'atni qudratini shunda ko'rishimiz mumkin-da. Endi Malika opa mana chevarchilikni aytdik, dizaynerlik sohasini aytdik, landshaft dizayni. Bularning hammasini tub ildizida baribir musavvirlik turadi. Chunki hech bir qo'li gul chevar ham matoni olib qaychilab ketmaydi. Avvalo uning eskizini chizishga kerak bo'ladi. Baribir tasavvur qiladi. Shu ma'noda bugun mana ijodiy sohalar uchun qaysidir ma'noda yaxshi, qaysidir ma'noda zarar keltirayotgan bir omil paydo bo'ldi. Bu sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt musavvirlarni, tasviriy san'at vakillarini xavotirga solmayaptimi? Siz qanday fikrdasiz? Meni xavotirga solmaydi. Nimagaki men bilaman, shunday insonlar bor, san'at asari va sun'iy intellekt asarini farqlay oladi. Ya'ni ular bizni qalbimizdan chiqqan san'at asari sun'iy intellektdan ustun bo'la olmasligini tushunib yetishgan. Va lekin bir qarasangiz shu demak sun'iy intellekt asarlari xuddi rassom yaratgandek, lekin uning o'zagi ham g'oyasi ham baribir rassomning mehnati, shundan ko'chirma oladi xolos demak. Ha, albatta biz yaratgan asarlarimizni internetga ham joylab boramiz. Ana shu biz yaratgan asarlarimizdan u sun'iy intellekt olgan holda ikkita, uchta san'at asarini birlashtirib beradi xolos. Lekin u qalbidan chiqmaydi. Mehr bera olmaydi u. Shunday. Demak, musavvirlik istiqboli xavf ostida emas deb ayta olamiz. Yo'q, chunki musavvirlar biror ijodiy ish yaratayotgan paytida unga bor mehrini beradi va farzandidek ko'radi u ijodiy ishni. Endi mana turli mavzularda yaratgansiz, buyurtmalar bilan ham ishlaysiz, lekin ko'nglingizga yaqin mavzular qaysi, Malika opa? Eng bir yayrab ishlaydigan mavzular. Bu rosa ko'nglimdagidek savol bo'ldi. Ayolmi endi yoki Yo'q, bundan gullar, tashqari? gullar. Eng yaxshi ko'rganim bu gullar. Gullardan insonlarni lol qoldiradigan asarlarni yaratish mumkinmi? Yoki gul mavzusiga sizgacha ham qo'l urishganmi ko'p? Masalan, xavotirga tushmaysizmi takrorlab qo'yishdan?
yo'q, har bitta ijodkorning o'zini yo'nalishi bo'ladi. Shuning uchun ham meni yaratgan asarlarimni agar kuzatib borayotgan bo'lsa o'sha insonlar bittada farqlay oladi. Ayol kishi bo'lsa qo'shimcha menga. Asosiy yaxshi ko'rganim gullar, bular ustida ko'proq ishlashga harakat qilaman, mukammallikka intilib bormoqdaman. Mana gullar deganingizga ko'pchilik yurtdoshlarimiz, umuman insonlar sariq gullarni xushlashmaydi. Ayriliq belgisi sifatida ko'rishadi, aynan sariq atir gullarni ham. Rassomlikda bu qanday bir xususiyatga ega? Sariq rangdan qochishi kerakmi o'zi? Sariq rangni o'zi ildizidan bir olib qarasa, bu ijodkorlikka undovchi ramziy ma'no hisoblanadi. Lekin gullarga kelganda ular ayriliq deyishyapti, men unday hisoblamayman. Sariq rangga qaraganingizda yoki sabzi rangga qaraganingizda sizni yana ham shiddatingiz oshib boradi, ijodkorligingiz oshib boradi, hayotga bo'lgan teran fikrlaringiz oshib boradi. Shuning uchun ham men sariq rangni unday deb hisoblamayman. Shunday. Bu borada bir xil fikr ekanmiz. Ochig'i men ham sariq rangga qaraganda tinchlanaman to'g'risi, lekin ko'pchilik qochadi-da. Demak, ranglarni qabul qilish ham hammani tasavvuriga bog'liq desak bo'ladi. To'g'ri. Endi musavvir uchun menimcha yomon rang yo'q. Hamma rangni hayotda keragi bor. Mana baribir yana mavzuyimiz ayol mavzusiga ketyapti-da, Malika opa. Bir surat ko'rgan edim, hozir muallif yodimdan chiqdi, balki siz eslarsiz. Shu Surxondaryoni mashhur ayoli chizilgan, xuddi mana shu Bibixonim tasviriga o'xshab ketadi. Surxondaryo milliy kiyimlarda va bunga nom berilgan Surxondaryo Madonnasi deb nom berilganda. Juda chiroyli asar. O'zbek ayolini ham qiyofasini, demak, shu Mona Lisadek yaratish mumkin degan fikrga kelganman shunda. Chunki bizda bunday ayollar ko'p. U mashhur bo'lishi shart emas. Shu ma'noda o'zingiz ideal sifatida ko'rgan ayolni obrazini yarata oldingizmi? Aytaylik, onangizni portretlarini masalan, yo hali qo'l urilmadimi bunga? Yo'q, bu sohaga hali qo'l urganim yo'q. Ideal birorta ayol obrazini yaratganim yo'q. Onam ham ishlash niyatim bor, otam bilan birgalikda. Nasib etsa, uni ham mukammallikka erishib olgandan keyin harakat qilmoqchiman, chunki ularni yaratish uchun men hali tayyor emasman deb o'ylaysiz. Yaxshi rassom bo'lishim kerak deb o'ylayman. Kamtalik, lekin yaqin orada menimcha bunga qo'l urasiz. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. O'zi shu ideal qidirasizmi hayotdan, qahramonlarni? Ha, qidiraman. Uchrab turadimi? O'zbek ayollari juda ham go'zal, husnda tengsiz. Bunday ayollar chet ellarda u qadar ko'p deb o'ylamayman. Rostdan ham shunaqangi tabiiy go'zal insonlar bor. Ana shularga qaraganimda, yo bo'lmasam gullarga qaraganimda, kitob o'qiganimda ham menga ilhom kelib, shu insonlar yaratishga harakat qilaman. Mana bugun turli lavozimlardasizda, hammasi mas'uliyatli, ham ustozlik, ham o'zingizni bir ijodingizni rivojlantirish haqida ham boshqa o'tirish kerak. Qisqasi ish yumush ko'p, Malika opa. Shu o'zingizni musavvir deb hisoblay boshlaganingizdan beri, san'atkor bo'lganingizdan beri hayotingizda nimalar o'zgardi? Hayotimda ko'p narsa o'zgardi. Oddiy oilani farzandi bo'lib turib, mana shu darajaga yetishim uchun ota-onam juda katta hissasi bor va hayotda o'zgarishlar meni ko'pchilik taniydi, hurmat qiladi, hurmatga sazovor bo'ldim. Ikkita farzandning onasiman. Farzandlarim Xudo xohlasa ularni ham kichkinasi musavvirlik yo'nalishida ketmoqchi. Shu yo'nalishda ketib, menimcha ijod qiladi degan umiddamiz. Bu topganlaringiz? Topganlarim. O'zimni anglay oldim. O'zimni yaxshiroq his qila oldim. Faqat shu sohada yaxshiroq his qila oldim. Nimagaki menga boshqa soha xuddi begonadek tuyuladi. Va psixologlar aytadiki, bugun mana tez-tez aytishadi, qalb kasbingizni toping. Ehtimol siz aql kasbingiz bilan shug'ullanayotgandirsiz. Menimcha bu qalb kasbingiz. Qalbim ham, aqlim ham faqat shuni deydi. Va ko'pchilik aytadiki, mana musavvirlikda bir qaraganda, agar tasviriy san'atdan uzoqroq inson bo'lsa, bu kam daromad topiladigan bir ishdek ko'radi. Lekin aksinchaligini biz mana yaqinroq yurib bilganmiz musavvirlarga. Demak, bu bugun ham moddiy ham ma'naviy foyda keltiradigan bir ijodiy ish desak to'g'riroq bo'ladimi? Menimcha sizga ham birinchi navbatda xohlaysizmi yo'qmi shunaqa savollar berishadi hayotda. Ijodiy ish hisoblayman. Faqat kasb desak, masalan aytaylik, shifokorlikka ijodiy yondash bo'lmaydi yoki huquqshunoslikka, lekin bu aytganingizdek qalb bilan yondashiladigan kasb. Shu ma'noda tushkun holatda qo'lingizga mo'yqalam ham olasizmi, Malika? Bunday vaqt ko'p bo'lgan. Chunki ko'p asarlarimni shu tushkunlik paytida boshlaganman va shu tushkunlikdan chiqa olganman. Men uchun ijodim ham tushkunligimdan ham olib chiqadigan san'at asari
Stressdan ham qutqaradi demak. Albatta, albatta. Eng katta stressdan qutqaradigan ijodiy ishlar hisoblanadi. San'at asarlari yaratish stressdan olib chiqadi insonni. Mana o'quvchilaringiz, qizlaringiz ko'p ijodiy ishlar bilan tanlovlarda ham g'olib bo'lishyapti, xalqaro tanlovlar. Shu ma'noda ularga bir yo'nalish berasizmi? Ya'niki, musavvirlar qo'l urmagan qaysi mavzular kutib turibdi ularni? Ko'proq qaysi mavzularga e'tibor qaratishlari kerak bugun? Hozirda ijodiy ishlar tabiiylikni talab qilmayapti. Biz ko'p tanlovlarda bo'lganimizda kompozitsion yechimiga qaralyapti. Kompozitsion nimadir o'ylab topdimi bu? U tabiiy narsa bo'lishi shart emas. Misol uchun tabiiy manzara bo'lishi shart emas. Oxirgi tanlovda qatnashganimizda o'quvchilarim bilan shunday jarayon bo'ldi. Tabiiy yaratgan tog'li manzarasi qolib, u ijodiy yondoshgan asari birinchi o'rinda olib keldi. Uni u qadar o'zi yetuk asar deb hisoblamagan aslida. Ha, albatta. Rangli asardan ko'ra bitta rangda yaratilgan ham odam ko'proq e'tiborini tortishi mumkin. Albatta, hozir insonlarni ongi oshib bormoqda. Hozirgi zamon san'ati rivojlanib, ularni oddiy tasvirda, ko'rinishda emas, balki unga kompozitsion yechim topib, shu darajada chiqarilgan ishlarni ko'proq yuksaklarga ko'tarishmoqda. Demak, aytmoqchisizki, bugun faqat portretga qarab, gullarni tasvirga qarab zavq olib ketmaydi bugungi. Yo'q, oddiy gulda yaratganda, ha shu gul ekan deb qo'yishi mumkin. Lekin inson tafakkuri bilan yaratgan shu zamonaviy san'at asarlarini yaratgan insonlarni suratida bitta qaraganingizda boshqa narsani ko'rasiz. Aylanib kelib kayfiyatingiz boshqa kiyganingizda yana boshqasini ko'ra olasiz. Xuddi Mona Lisani ikki xil kayfiyatda ko'rganimiz kabi. Kim uchundir u qayg'uli ayol ko'rinadi, kim uchundir xursand ayol. Mana shu asarlar nima uchun shu kunga qadar yashab kelyapti? Malika, uyg'onish davri. Mana oradan qancha asarlar o'tdi, lekin shu asarlarning qiymati bugungi asarlardan ko'ra baribir balandroq turadi. Buni sababi nimada? Yo shu davr faqat rassomlar davri bo'lgani uchunmi? Yo'q, o'sha paytda o'zida u rassomlar qadrlanmagan. Agar xabaringiz bo'lsa, shu Leonardo da Vinci ham qashshoqlikda yashab o'tgan. Aksariyat rassomlarga xos. Albatta. Holatda bu. Lekin bu san'at asari tabiiy ranglardan matoga chizilgan. Shu yilgacha yashab kelayotgani bu insonlar uchun qiziq. Shu ma'noda mana qaysi mashhur musavvirlar sizda muhabbat uyg'otadi ijodga? Zamondosh bo'ladimi, tarixda o'tganmi? Shu asarlarni kuzatib turasizmi ularda? Albatta, zamonaviy rassomlarni ham kuzataman, oldingi rassomlarni ham kuzataman. Ulardan har biridan o'zimga qandaydir ilhom olishga harakat qilaman. U inson qanaqa san'at asari yaratishidan qat'iy nazar men undan ilhom olishga harakat qilaman. Mana shu rassom deya olmayman. Ko'pchilik ular. Hozir sanadigan bo'lsam barmoqlarim yetmay qoladi. Mana Van Gogh asarlari haqida bolaligimizda ko'rganmiz. Ayta bu nahotki shu asari bo'lsa, nahotki shu bir bugungilikda timsol bo'lsa degan bir jon savollar ham berganmiz. Lekin bugun qarab haqiqatdan ham Van Gogh o'zi ham aytadiki, mening asarlarim kelajak avlod uchun chizilgan. Meni hozir tushunishmaydi degan bir fikrlarni aytgan ekan. Bugun sizni tushunishyaptimi? Albatta tushunishyapti. Pikassoni ham ko'rgan bo'lsangiz, oldingi asarlari boshida tabiiylik bilan yaratilgan, undan keyin o'zi yangi yo'nalish ochgan holatda yaratgan asarlari ko'p tanqidga uchragan va o'sha yillari u umuman ijod mahsuli hisoblanmagan. Hozirda bo'lsa Picasso eng yuqori darajadagi rassom hisoblanadi. Uni ishlari, ijodiy ishlari yuqori darajada sotiladi. Shunday. Va o'zimizda ham mana Sharq Rafaeli deymiz, Kamoliddin Bekzodda Alisher Navoiyning g'amxo'rligi ostida bir voyaga yetib, bugun faqat Sharqqa xos bo'lgan shu rassomchilikdagi yo'nalish miniaturani bir rivojlantirishda uni mehnati beqiyosda va bugun ham mana bu yo'nalish eng bir taniqli yo'nalishlardan. Hali ham barhayotmi? Buni ham mana o'rganib boryaptimi bugun yoshlar miniatura san'atini? Kamoliddin Bekzod agar hozir tirik bo'lganida shu darajada chiqqan san'at asarini ko'rib xursand bo'lgan bo'lardilar. Kamoliddin Bekzod nomidagi institutimiz bor. Shu yerda yaqinda tanlov bo'ldi. U yerga borib ijodiy ishlarni kuzatdim. Albatta miniatyura sohasi meni ham qiziqtiradi. Ijodiy ishlar shu qadar chiroyli tuzilganki,
Kamoliddin Behzoddan ilhom olgan holda chizilganlari bor, zamonaviy darajada chizilganlari bor. To'y mavzusiga qo'l urilganda hatto zamonaviy to'y bo'lyapti, lekin miniatyura yo'nalishida ijod qilinib, shunday chiroyli asar yaratilgan. Shu Malika opa musavvirlikda ham qarashlar o'zgaradida. Mana shoirlar ham aytadi, 20 yoshida yozgan she'r 30 yoshida shu qadar kulgili she'r yozgan ekanman deb o'ziga o'zi tanbeh berishi mumkin. Sizda ham shu holatlar bo'ladimi? Bir vaqtlar siz uchun orzu bo'lgan yo'nalishlar endi sizni u qadar qiziqtirmaydi. Kattaroq mavzular sizni chorlaydi o'ziga. Bo'ladimi shunaqa? Insonlar o'sgan sari, ijod tomonda ham o'sgan sari bu ijodi, oldingi ijod mahsuli unga kichik ijod mahsuli bo'lib tuyuladi va qandaydir erish tuyuladi yoshligida qilgan ish. Chunki u cho'qqiga chiqyapti, rivojlanyapti, yana ijodiy ishlarni, mana men hozir ham batik yo'nalishini ishlab o'rganib ko'rdim degandek, beshikdan to qabrigacha o'rganishda bo'ladi. Shuning uchun menda ham bu narsa bo'lgan, o'sha yoshligimdagi 9-sinfdagi, hattoki ko'rish paytidagi chizgan asarlarim ba'zilarini ko'ramanda, shuni men chizuvdim ekan deb qo'yaman. Saqlab qo'ygansiz. Albatta saqlab qo'yganman. Endi yaxshi kayfiyat yaxshi. Bu ijodda asos deymiz, lekin iztirob ham odamga turtki berishi mumkinmi ijodkorga? Yangi mavzular yaratishga turtki beradimi? Bo'ladi, chunki shoirlar ham shu iztirobidan kelib chiqqan holda she'rlar yozadi, asarlar yozadi. Bizda ham shunday bo'ladi, iztirobdan kelib chiqqan holda qaysidir san'at asarini yaratish mumkin, lekin menda bu hol bo'lmagan. Faqat tushkunlikka tushgan holatimda ham quvonch bilan o'sha asarni yaratishga harakat qilaman, chunki menda bu stressdan olib chiqadigan eng zo'r yo'l. Endi mana bugun Da Vinchini ko'p eslayapmiz. Ko'p asarlaridan ko'ngli to'lmaganini mana bilishadi. Musavvirlar ham, muxlislari ham. O'zi balki bu tabiiy holdir Malika opa, ijodkor. Chunki ko'nglingiz to'lgan kuni menimcha ijoddan to'xtagan bo'lasiz. Siz o'zingizdan ko'nglingiz to'lyaptimi bugun yoki to'lmagani uchun ham yangi mavzularga qarab ketyapsizmi? Shu gapni men ham aytmoqchi edim. Qachonki ijodkor o'zidan ko'ngli to'ladi, bu ijod qilishdan to'xtadi degani. Shuning uchun men hali ijoddan to'xtamoqchi emasman va ko'nglim ham to'lgani yo'q. Yangi san'at asarlari yaratmoqchiman va yangiliklarga qarab intilmoqdaman. Mana oddiy mana shu suratlarga qaraman, biz uchun bu oddiy musavvir bo'lmagan inson uchun bular bekam ko'z asarlar. Lekin agar o'zingizga qo'yib bersam, menimcha buni ham kamchiliklarni o'zingiz tahlil qilasiz. Hammasida kamchilik bor deb o'ylayman. Lekin mana baribir go'zallik ustuvor, endi haqiqatdan ham inson bu yaratgan emasda. Baribir hamma narsada kamchiliklarimiz bor, lekin harakat qilamiz. Doim hamma narsani insonlarga eng yaxshisini va bir-birimizga eng yaxshisini taqdim etishga. Inson o'zini fazilatlarida ham menimcha shunaqa tahlil qilib turish kerak har bir inson, ijodkor bo'lishdan qat'iy nazar. Shu qaysidir xislatimni yaxshilashim kerak degan bir qarash doim saqlanib turish kerak menimcha. To'g'ri aytasiz. Malika opa, mana o'zingizni ham yutuqlaringiz ko'payib boryapti, turli tanlovlar, aytganimdek mas'uliyatli lavozimlar va bilishimizcha mana yana yangi taqdirlovlardan qaytdingiz. Bular haqida ham bir o'zingiz aniqlik kiritib o'tsangiz. Albatta, bu shuncha yillik ijodim mahsuli, ya'ni jon kuydirib, mana shunday tadbirlar uyushtirib, tasviriy san'at sohasiga shunday yangiliklar kiritganligim uchun Farg'ona viloyati bo'yicha kasaba uyushmasidan menga shunday taqdim etishdi ko'krak nishon. Qadr topyapman deb bemalol ayta olasiz. Albatta. Qoyil, rahmat Malika opa. Bugun mana bizni hayotiy ranglar, hayotiy qarashlarimizni ko'z bilan ko'ra oladigan darajada bir fikrlashga undadingiz. Rahmat aytamiz. Ilhom oldik mana bu suratlarga qarab. Umuman musavvirlikni qadrlash uchun inson musavvir bo'lishi shart emas. Shu muhabbat qo'yishimiz ham bu tasviriy san'atni rivojlantirishga bizni bir qo'llab-quvvatlashimiz bo'ladi deb o'ylayman. San'atkor uchun, ijodkor uchun eng yaxshi fikrlar berish, misol uchun qaysidir muxlisim kelib, voy mana shu ishingiz menga yoqdi degan narsa menga yana ham ilhom bag'ishlaydi. Rahmat. Mana bu so'zni hali ko'p eshitasiz Malika opa va eshitib kelyapsiz. Shuning uchun ham biz nafaqat yoqdingiz, biz ta'sirlandik, ruhlandik deb ayta olamiz. Chunki tasviriy san'at mana shu jim turib insonni hayotda baxtli bo'lishga haqli ekanligini bizning nazarimizda har bitta san'at asari o'zida ko'rsatib turadi. Chunki yomon asarlar men nazarimda bo'lmaydi. Har qanday o'sha qayg'uli suratda ham baribir shu hayotning qaysidir ma'nosini topishga undash bor. Bu musavvirda g'oyasi. Endi Malika opa, mana bayram arafasida, Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida turli soha vakillari bilan, ayollarimiz bilan aynan suhbatlar amalga oshirdik. Bugun navbatdagi mehmonimiz siz bo'ldingiz. Shu an'anamizga ko'ra endi taniqli insonlar har biri mana shu ehtirom kitobimizda
so'zlarni yozib qoldirish kerak. Bugun katta yutuqlar, muvaffaqiyatlar sohibi, yoshlarni bir ustozi sifatida navbatdagi sahifasini sizga taqdim etamiz. Rahmat. Rahmat aytamiz. Malika opa juda ham xursand bo'ldik. Bugungi ko'rsatuvimiz nafaqat so'z bilan bo'lyapti, mana tasvir bilan, ranglar bilan uyg'unlashdi deb bemalol ayta olamiz. Bahor endi mart juda ko'p bayramlarga boy oy. Bu yog'i mana Navro'zga yaqinlashib boryapmiz. Shu yurtdoshlarimizga rang-barang hayotni yaxshi ko'rgan aziz insonlarga aytadigan fikrlaringiz bo'lsa, tilaklar bo'lsa marhamat. Barcha yurtdoshlarimga avvalambor sog'lik, salomatlik tilab qolaman va bahoriy kayfiyat hech qachon sizlarni tark etmasligini tilayman. Katta rahmat. Shu yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin va biz kutamizki, nafaqat shogirdlaringiz rivojlansin, o'zingizda ham shunday bir asarlarni ko'raylik, yutuqlarni ko'raylikki, shu faqat baxtni aks ettirib, hayotning go'zalligini aks ettirishdan hech qachon charchamang deymiz. Xayrli kun dasturiga yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Juda chiroyli suhbat bo'ldi. Salomat bo'ling. Azizlar, muloqotimiz shu yerda yakuniga yetadi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limi raisining o'rinbosari, Farg'ona shahridagi 1-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi bo'lim boshlig'i, taniqli musavvir Malikaxon Boltayeva bo'ldi.